Demokratik dunyoviy davlatda qonun ustuvorligi bosh mezon. Uning to'liq ta'minlanishi inson haq-huquqlarini himoya qilishga xizmat qiladi. Shu bois so'nggi yillarda yurtimizda fuqarolarning davlat idoralariga ishonchini oshirishga, inson qadrini ulug'lashga alohida e'tibor qaratilyapti. Qolaversa, sud huquq tizimidagi islohotlar joylardagi sayyor sudlar orqali jinoyatga jazo muqarrarligi tushuntirilyapti. Jinoyat ishlari bo'yicha Jomboy tumani sudi tomonidan Guliston mahallasida o'tkazilgan sayyor sud majlisida ham yo'l transport hodisasi sodir etgan 2 nafar haydovchiga nisbatan jinoyat ishi ko'rib chiqildi. Narzullayev Izzat Sobir o'g'li joriy yilning 21-oktyabr kuni Bulung'ur tumani Yangiariq mahallasi hududidan o'tgan M39 avtomobil yo'lining Toshkent-Samarqand yo'nalishida yo'l harakati qoidalarini buzib, yo'l transport hodisasini sodir etishi natijasida Xolyorov Bayramali Ubaydulla o'g'li tan jarohati olib xonada vafot etadi. Sudda prokuror, advokat, ayblanuvchi, jabrlanuvchi, guvohlarning fikri to'liq eshitilib, Narzullayev Izzat Sobir o'g'lining qilmishiga nisbatan qonuniy chora ko'rildi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bo'yicha ayblanib, 2 yil transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilindi. Shuningdek, 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlanib, sud zalining o'zida qamoqqa olindi. Sudlanuvchi Ergashev Ilyos Javliyevich ham 2023-yilning 10-oktyabr kuni Bulung'ur tumani G'ubdin mahallasi hududidan o'tuvchi M39 avtomobil yo'lining Toshkent-Samarqand yo'nalishida harakatlanib ketayotib, yo'lni kesib o'tayotgan piyoda Xudoyorova Zarifa Mamat qizini to'satdan urib yubordi. Natijada yosh qiz og'ir tan jarohati olib voqea joyida vafot etadi. Sudda mazkur holat atroflicha o'rganildi. Ayblanuvchi qilmishidan chin ko'ngildan pushaymon, biroq jinoyatga jazo muqarrar. Shu bois Ilyos Ergashev Jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan aybli deb topilib, 2 yil muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlandi va shu zalning o'zida qamoqqa olindi. Albatta, bu ikkita yo'l ulov hodisasi 2 nafar yosh fuqaroning bevaqt o'limiga sabab bo'ldi. Bunday ko'ngilsiz vaziyatlarni ro'y bermasligi, ularning oldi olinishi shart. Bu borada profilaktik tadbirlarni yanada kuchaytirish, yo'l harakat xavfsizligi qoidalariga rioya qilish har birimizning burchimizdir. Ta'kidlash joizki, bugungi sayyor sudda ham jinoyatchilik va huquqbuzarlikning oldini olish, jamoat tartibini saqlash, kriminal vaziyatni barqarorlashtirish borasida sohaga mas'ul tashkilot va muassasalar bilan hamkorlikda yoshlar ishtirokida tumandagi Qizil toifaga kiritilgan Guliston mahallasida ochiq sayyor sud majlisi o'tkazildi. Bugungi ochiq sud majlisimizda ham asosiy e'tibor jinoyat bilan kurashish emas, balki uning sodir etish sharoit yaratib bergan omillarni bartaraf etishga qaratilgan bo'lib, jinoyat sodir bo'lgan to'g'risida murojaat va xabarlarni kutib o'tirmasdan joylarda xalq bilan muntazam muloqot asosida uning oldini olishga kundalik ishimizga aylanishi muhokama qilindi. Bundan tashqari, sud 17 ta ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishni ko'rib, tegishli jazo choralarini tayinladi.